Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi kungacha bo'lgan darslarimizda biza bitta jadval bilan ishlash, uni filtrlash, agregatsiya qilish yoki guruhlash, nol qiymatlarini topish kabi amallarni bajarib o'tdik. Lekin amalda ma'lumotlar ombori faqatgina birgina demak jadvaldan tashkil topgan bo'lmaydi, bir qancha o'zaro bir-biri bilan bog'langan jadvallardan tashkil topgan bo'ladi. SQL tilini o'zini biza structured query language qilib, demak, kengaytmasini aytadigan bo'lsak, o'zbekchada demak strukturalashgan so'rovlar tili deb tarjima qilsak bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, shunda ma'lumotlar ombori bir emas, bir qancha jadvallardan tashkil topgan bo'ladi. Biza ko'rib chiqqan holatlarimizda faqatgina birgina jadval ustida amallarni bajardik. Uni filtrladik qaysidir ustuni bo'yicha yoki bir qancha ustunlari bo'yicha, guruhladik qaysidir qiymatlar bo'yicha, agregatsiya qildik qaysidir ustunlari yoki qiymatlari bo'yicha. Lekin odatda aytganimizdek, ma'lumotlar ombori bir qancha jadvallardan tashkil topgan bo'ladi va bu jadvallar o'zaro bog'liq bo'ladi. Lekin asosiy savol, bu jadvallarni qanaqa qilib bog'laymiz? Ikkita asosiy bizada, demak, SQL da tushuncha kiritilgan: primary key va foreign key degan. Primary key va foreign key o'zi nima? Demak, jadvallarni o'zaro bir-biriga bog'lash uchun bu kiritilgan, demak, terminlarimiz. Primary key bu asosiy bizani kalitimiz. Foreign key bo'lsa, demak, bu tashqi kalit hisoblanadi. Asosiy kalitimizga havola sifatida ishlatiladi. Qanaqa deb tushuntirsak bo'ladi? Xo'p, primary key demak, noyob qiymatlarni o'zida saqlaydigan kalit hisoblanib, har bitta qiymat uchun, demak, bittadan primary key ajratsak tablitsada. Bu jadvalda, demak, noyob qiymat hisoblanadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, yangi avtomobil sotib oldingiz va bu avtomobilimiz, aytaylik, hali hech qanaqa nomer taqilmagan, boshqa bo'lmagan. Bu avtomobilni hali ro'yxatdan ham o'tkazmaganmiz. Buni ro'yxatdan o'tkazish uchun, demak, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga borib turib, alohida nomer olamiz. Primary key sifatida nomerni, demak, ko'rsatishimiz mumkin. Nomer olayotganda, demak, mashinamizni modelini yozadi. Uni, demak, misol uchun og'irligi bo'lishi mumkin va uni ishlab chiqarilgan yili, uni egasi haqida ma'lumotlar, mashinamiz haqidagi, demak, ma'lumotlarni barchasini o'zida mujassamlashtiradi. Avtomobilimizning rangi qanaqa, uni uzatish qutisi qanaqa, avtomatmi, mexanikmi, yarim avtomatmi, yoqilg'i turi qanaqa haqida ma'lumotlarni tashkil topadi va bu hammasi primary keyga, demak, bog'lanadi. Primary key sifatida bizani, demak, avtomobilimizning raqamini olishimiz mumkin. Har bitta avtomobilda o'zini unikalniy raqami bor, u faqat o'sha avtomobilning o'ziga tegishli hisoblanadi. Foreign keyimiz bo'ladigan bo'lsa, demak, bizda boshqa bir tashkilotga bordik, aytaylik, demak, sug'urta tashkilotiga bordik va avtomobilimizni sug'urtalamoqchimiz. Shu holatda foreign key avtomobilimizni, demak, raqami, davlat belgisi foreign key sifatida ishlatiladi. Bu qanaqa? Demak, sug'urta tashkiloti o'zini ma'lumotlar omboriga bizani avtomobil raqamimizni kirgizib qo'yadi va shu avtomobil raqami, aytaylik, 2026-yil uchun, demak, sug'urtani amalga oshirdi 1 yil davomida deb belgilab qo'yadi. Keyingi yil bo'lsa, agar xuddi shu yana sug'urta tashkilotidan biz sug'urtamizni yana davom ettirmoqchi bo'lsak, 2027-yil uchun qilib, mana shu foreign key sifatida ikkinchi marta o'zimizni avtomobil raqamimizni kirgizadi. Foreign keyga misol tariqasida, demak, jadvallarni bir-biriga bog'liqligini, demak, havola orqali bog'lanishini misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, avtomobilingizni haydab ketyapsiz va sizni dan xodimi, demak, yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatdi va o'zini, demak, qo'lidagi plansheti yordamida sizni avtomobil davlat raqamini planshetiga kirgizadi. Faqatgina shu ma'lumotni kirgizganida siz
sizni avtomobilingiz haqida demak ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu demak uni planshetiga foreign key sifatida kirgiziladi va asosiy ma'lumotlar omboridagi tablitsa avtomobil raqamlari haqidagi misol uchun jadvali bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shanga murojaat qiladi. U yerda demak asosiy tablitsadan qarab turib, demak sizni noyob demak avtomobil raqamingizni qarab turib, avtomobil kimni nomida, qachon chiqqan, rangi qanaqa, demak demak uzatish qutisi qanaqa, avtomatikmi, mexanikmi, demak yoqilg'i turi qanaqa, benzindami, gazdami, dizeldami bemalol aniqlashi mumkin. Xo'p, bularning o'ziga xos demak xususiyatlari bor. Demak, primary key asosiy kalit va foreign key tashqi kalit hisoblanadi. Asosiy xususiyatlaridan biri demak primary key bitta jadvalda faqat bitta ishtirok etishi mumkin, bitta ustunda va u noyob qiymatlarni qabul qiladi. Takrorlanuvchi qiymatlar bo'lishi mumkin emas. Foreign keyda bo'lsa, u demak bitta jadvalda bir qancha ishlatilishi mumkin va u takrorlanuvchi qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Xususiyatlari mana demak primary keyni asosiy demak maqsadi identifikator sifatida ishlatiladi va har bir qatorning noyob raqami yoki kodini ko'rsatib berar ekan. Demak, foreign keyniki bo'lsa boshqa jadvallarga havola bog'lanish kaliti sifatida ishlatilar ekan. Noyobligi jihatidan primary key albatta noyob hisoblanadi, foreign key esa noyob emas. Bir jadvalda bir qancha marta qaytarilishi mumkin. Sug'urta misolida ko'rib chiqdik. Demak, yillar davomida bitta avtomobilni bitta sug'urta kompaniyasida demak qayta va qayta demak sug'urtalasangiz, u foreign key sifatida bir qancha bor qaytarilishi mumkin ekan. Nol qiymat bo'lishi mumkinmi? Demak, nol qiymat bo'lishi mumkin emas primary key. Foreign key bo'lsa-da albatta bo'sh bo'lishi mumkin. Bir jadvalda bir qancha bo'lishi mumkin. Bitta jadvalda primary key faqat bir marta ishlatiladi. Demak, foreign key bo'lsa bir jadvalda bir qancha ishlatilishi mumkin ekan. Xo'p, ishora qilish ma'nosida demak primary key faqat noyobligini ko'rsatadi, hech qaysi boshqa jadvalga ishora qilmaydi. Foreign key bo'lsa boshqa jadvallarga ishora qiladi. Demak biz yo'l harakati xavfsizligi xodimi sifatida demak misolida ko'rib chiqdik. Avtomobilingiz raqamini kirgizadi. Avtomobilingiz haqida ma'lumotlarni chiqazib beradi. U raqam orqali agar sug'urta kompaniyasini demak sug'urtangiz o'tib ketganmi yoki hali muddati tugamaganmi uni ko'rish mumkin yoki jarimalar uchun alohida demak jadval bo'ladigan bo'lsa, qancha jarimalaringiz to'langan, qanchasi to'lanmaganini aniqlash mumkin ekan. Yana bitta demak primary key va foreign keyga misol tariqasida biz har bitta insonni demak pasporti yoki ID kartasini keltirib o'tishimiz mumkin. Bu yerda demak inson haqida uni ismi, familiyasi, jinsi, qachon tug'ilgani, qayerda tug'ilgani haqida ma'lumotlar demak ID karta yoki pasportimizda bo'ladi va har bitta inson uchun alohida demak noyob ID raqam berilgan bo'ladi. Bu holatlarda demak davlat idoralariga murojaat qilganimizda demak pasportimiz yoki ID kartamizni beradigan bo'lsak, ular o'zini demak ma'lumotlar omboriga kiritib turib, biza haqimizdagi ma'lumotlarni bemalol ko'rishi mumkin bo'ladi. Banklar bo'ladimi yoki misol uchun yagona darchadagi ba'zi xizmatlar bo'ladimi? Demak, ular bizani ID kartamizni foreign key sifatida ishlatib, demak asosiy jadvallardan, asosiy ma'lumotlar omboridan biz haqimizdagi ma'lumotlarni ko'rishi mumkin bo'lar ekan. Qayerda demak tug'ilganmiz, qayerda propiskada turamiz, turmush qurganmizmi, qurmaganmizmi, demak ism sharifimiz, demak ma'lumotimiz haqida demak ma'lumotlarni bemalol ID karta yordamida, demak ID kartani raqami yordamida olishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bugungi bizani darsimiz bitta jadvali emas, bir qancha jadvallar bilan ishlash hisoblanadi. Demak, bir qancha jadvallarni birlashtirib turib, ularning ichidan bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib olish.
buni bajarish uchun bizga demak asosiy sifatida xizmat qiladigan primary key va foreign keyni demak ko'rib chiqdik va bu uchun demak SQLda alohida demak join degan buyruq mavjud. O'zimiz ishlab kelayotgan demak Chinook ma'lumotlar omborini demak ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda mana hozir ikkita jadvalni keltirib o'tdim. Tracks va albums degan jadvallarni keltirib chiqdim. Bizga so'rov bo'lishi mumkin, qaysi demak bizda qo'shiq qaysi albomga tegishliligini chiqarib bergan deydigan so'rov bo'lishi mumkin. Shu holatda mana shu ikkita jadvalimizdan demak foydalanar ekanmiz. Foydalanishdan oldin jadvallarni demak ustunlarini nomiga ahamiyat berib chiqamiz. Demak track jadvalimizda track ID degani demak bu primary key hisoblanar ekan. Noyob qiymatlarni faqat o'zida mujassamlashtirar ekan. Name ustuni bo'lsa, demak qo'shiqlarimizni nomi va album ID foreign key hisoblanib, demak u ham demak integer qiymatlarni o'zida qabul qilar ekan va media type ID ham xuddi shunaqa foreign key va hokazo ustunlardan iborat. Albums tablitsamiz bo'lsa, demak bizda 3 ta dona demak ustundan iborat ekan. Album ID primary key, demak title albom demak nomi va artist ID demak qaysi artistga tegishli bo'lgan demak albomligini ko'rsatuvchi foreign key ekan. Bizdagi so'rovda nima deganda demak qaysi nomdagi qo'shiq qaysi nomdagi albomga tegishliligini topib chiqishimiz kerak edi. Biz ko'rib chiqqanimiz demak mana foreign keylarimiz primary keyga havola tarzida ishlatiladi deb aytib o'tgandik. So'rovimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak bizda album ID foreign key sifatida ishlatilyapti bu yerda track jadvalidan va album jadvalidagi album ID bo'lsa primary key sifatida ishlatilyapti. Demak bir-biriga havola orqali demak foreign keyni primary keyga havola qilib ishlatar ekanmiz. Ikkita jadvaldan faqat bizga demak qo'shiq nomi va albomni qaysi albomga tegishliligini demak chiqazib berishimiz kerak. Qana qilib chiqazamiz. Mana boshqa ustunlarni tashlab yubordik va demak qo'shiq nomi album ID'si, album track jadvalidan. Album jadvalidan bo'lsa, demak album ID bilan demak albomni demak title nomini qoldirdik. Va sharti nima bo'lishi kerak? Shartga e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkitasida ham demak album ID bor. Demak o'z-o'zidan demak album ID'lari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Track jadvalidagi album ID, album jadvalidagi demak album ID'ga teng bo'lishi kerak ekan. Mana birlashtirganimizdan keyin ko'rgan bo'lsanglar, demak oxirgi 3 ta qo'shiq bitta demak albomga tegishliligi kelib chiqdi va album ID'larni biz tashlab yuborsak, shu holatda mana bizning so'rovimiz kelib chiqadi. Xo'p. Endi amaliyotga qaytamiz. Xo'p. Schemasini ko'rib olamiz. Xo'p. Tracks va schema albums degan sxemalarni ko'rib olamiz. Track demak jadvalimizda track ID bizda primary key hisoblandi va uni nomi album ID'si bor. Va bu yerda e'tibor berishinglar kerak bo'lgan narsa foreign key demak reference album ID degan ustunimiz albumsni album ID degan ustuniga demak havola sifatida ishlatilar ekan. Xo'p, album ID bo'lsa bu yerda demak album tablitsasida primary key bo'lib hisoblanar ekan. Demak hozirgi so'rovimiz bo'yicha demak track jadvalidan qaysi nomdagi qo'shiq qaysi nomdagi albomga tegishliligini chiqarib berishimiz kerak va demak yakuniy natijamiz demak mana bu jadvalda chiqarib berishimiz kerak. Xo'p, buni so'rovni yozishni boshlasak. Demak, so'rov yozishga o'tamiz. Xo'p, birinchi select qismini yozamiz va qaysi demak jadvaldan qaysi ustunni olayotganimizni yozib chiqamiz. Demak, tracks degan jadvalimizdan olamiz. Qaysi ustunni? Name degan ustunni olamiz va album ID'sini ham olaylik. Tracks album ID va album jadvalimizdan
albums degan jadvalimizdan demak title degan ustunni hamda albums jadvalimizdan album id degan ustunni olamiz. From deymiz. Qaysi jadvallardan olamiz? Tracks degan jadvalimizdan olamiz hamda albums degan jadvalimizdan olamiz. Va word degan shart qo'yamiz. Ya'ni tracks jadvalidagi album id teng bo'lsin. Demak albums jadvalidagi album id ga teng bo'lsin va katta bo'lib ketmasligi uchun demak limitda demak 20 ta demak boshidagi 20 ta qatorni chiqarib olamiz. 20 ta chiqaradigan bo'lsak, demak birinchi qatordagi mana bir qancha ashulalar, qo'shiqlar demak bitta albomga tegishli. Bitta dona birinchi chiqqan natijalardan demak bitta qo'shiq demak faqatgina demak ikkinchi ID'ga albomga tegishli 3 ta mana bu keyingi 3 ta qo'shiq demak Restless and Will degan albomga tegishli ekan. Qolgan demak 20 ta natijadan eng oxirgi natijalarimiz demak 4-raqamdagi albomga tegishli ekan. Bu birinchi yo'limiz edi. Demak bizga kerakli bo'lgan ustunlarni yozib chiqamiz va qaysi tablitsalardan olib turib word filter yordamida shartimizni aytamiz. Demak track id album id ga teng bo'lsin degan ustun yozamiz. Bu birinchi usul edi. Ikkita jadvallar bir-biriga qo'shishi. Lekin odatda biz join degan buyruqdan foydalanamiz. Join degan buyruqda endi qanaqa ishlatamiz? Xuddi shunaqa, demak bizga kerakli bo'lgan ustunlarni yozib olamiz. Tracks jadvalidan bizda album id bo'lsin. Birinchi name bo'lsin. Keyin tracksdan album id ni olaylik va albumsdan album id va albumsdan demak bizda title ni olaylik. Endi from deymiz. Qaysi jadvaldan olamiz? Demak bizda track jadvalidan olamiz. Tracks jadvalidan olamiz. Endi join qaysi jadvalni qo'shgan? Join albums degan jadvalni qo'shamiz. Endi shartini yozamiz on. Xuddi word kabi, lekin buni word bilan demak join qo'ygan word bilan onni farqi bor. Buni keyingi darslarimizda batafsil tushuntirib beraman. On deymiz sharti, ya'ni demak tracks nuqta album id teng bo'lsin deymiz. Albums nuqta album id dan va limit deymiz. Biza 20 ta dedik boshida. Demak mana bir xil qiymatda qaytarib berdi. Bir xil qiymatda qaytarib berdi. Bu join orqali ishlatilishi. Juda ko'p holatlarda join ishlatiladi. Mana bu ko'rinish ishlatilmaydi, chunki bu ikkita so'rovni bir-biridan farqi bor. Bu demak agar word ishlatmasak bizda cross join bajariladi. Cross join nima degani? Demak trackdagi barcha qatorlar bilan albumsdagi barcha qatorlarni o'zaro kombinatsiyalarini chiqazib beradi. Bu hozir keyingi demak darsimizning mavzusi hisoblanadi. Buni alohida tushuntirib aytaman. Demak bu yerda bizda hozir mana ikkita jadvalimizni biz birlashtirib turib natijani olib oldik. Keyin birinchi darslarimizda esingizda bo'lsa, o'tib chiqqandek RD diagramma kerak bo'ladi deb, ya'ni Entity Relationship Diagram. Bu demak ma'lumotlar omborimizdagi jadvallarimiz o'zaro bir-biri bilan qanaqa bog'langanini ko'rsatadigan diagramma edi. Bizda Chinook ma'lumotlar omborimizning diagrammasi mana bu quyidagi ko'rinishga ega. Yoki uni demak rangli ko'rinishi, demak primary key yoki foreign key orqali demak mana bu ko'rinishga ega. Bu diagrammalarni demak videoni ostida havola sifatida qoldiraman. Bu diagrammalardan juda ko'p foydalanamiz keyingi darslarimizda.
albatta o'zinglarda saqlab qo'yinglar. Joinlarni ishlatganda bu diagrammalarsiz ishlash juda ham qiyin. Mana bunaqa ko'rinishda ishlash demak ozgina noqulayliklar keltirib chiqazadi. Yaxshisi mana bu RD diagrammadan foydalangan ma'qul. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.